Bu Boloxo'z ansambli Buxorodagi Ark tur operasidan mana ma'lumot uchun. Bu yerda o'sha hovuz bor. Bilasizlar, Buxoroda eng ko'p mashina hovuzlar tarqagan, chunki bu yerlarda arson kran bo'lmagan qadimda ana shu hovuzlar suv bilan to'ldirib qo'yilardi-da. O'sha yoz ichi mahalla aholi shu yerdan suv olishgan. Mana mana shu yerdan asos ichimlik suvining ta'minoti bo'lgan. Alloh hovuz. O'ta go'zal, chiroyli. Azbek. Men Buxoroning eng qadimgi me'moriy obidalaridan. Juda chiroyli. Hozir ichkariga kiramiz. Oyoq kiyim kechib kiramiz ekan. Assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday chiroyli mana. Alloh o'z ansambli hozirgi masjid vazifasini bajaradi.